hojatxonaga kirib chiqing. Почему стоит выбрать S? Nahotki men fleshkani sizga bobom berorgandilar. Bobom? O'rtoq, bugun sensiz o'tgan birinchi kun. O'rtoq, ertaga to'yim. Men o'zimni orzu qilgan qizimni topdim, lekin to'yda sen qatnasha olmayapsan. O'rtoq, o'rning juda ham bilinyapti. Seni juda ham sog'indim. Oradan mana 10 yil o'tdi. Farzandli bo'ldim. Lekin bu kunlar sensiz nimadir yetishmagandek bo'lyapti. O'rtoq, diydor qiyomatga qoldi. Mana bu fleshkani farzandim senga beradi. Bu yerda butun hayotim bor. Alvido do'stim. Seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman.